Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, hurmatli yurtdoshlar, do'stlar, bizlar Premium yildan Tracker avtomobili kelib turibdi. Do'stlar, Trackerning eng full Redline bo'ladi, qora svet. Do'stlar, mashinamiz 100% rodnoy, 2024-yil, tanlov ruxsatnomalari bor. Do'stlar, mashinada metallar ham bor. 90lik metan gaz qo'yilgan do'stlar mashina. Ina do'stlar 30'lukdan 300 qo'yilgan. Do'stlar, mashinamizning bahası 242 milyon so'm. Mashina absolut toza do'stlar. Akkuratni yo'l turibdi, 11 ming kilometr yurgan. Pakayna metallardan metalni solib suv tekaniga berasizlar do'stlar. Do'stlar, 44 milyon avtogarda chiqadi. Mashina qiziqadi uchun telefon nomerini pastga yozib qoldiramiz. Telefonlashib, xabarlashib kelaversa do'stlar, sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.